Assalomu alaykum barchaga. Xayrli tong. Hozir soat 7:39 daqiqa o'tdi. Ob-havo sovuq. Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahri. Nukus shahri sentr desak bo'ladi. Ko'chalar sovuq. O'zbekiston Toshkent shahrida va Qirg'iziston Respublikasida qor yog'ganlik sabab shularning sovug'i bizlarga kelyapti. Ekran ko'rinmasligi mumkin, lekin sizlarga aytyapman. Sovuq, muzlagan kechagi qorlardan qolgan suvlar muz bo'lyapti. Sovuq to'la. Ko'cha sovuq. Qalin kiyimlaringizni kiying. Yengil kiyim kiyib ketmang. Obdan bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.